Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xo'p, gulchilik bilan hamda limonchilik shu sohada ishlayotgan tadbirkor aka-ukalarimizga xo'p, o'zimizning mahsulot e, tuvaylarimizni tavsiya qilamiz. Ko'rib turganinglardek, har xil razmerda bo'ladi. Bu xohlagan razmeringlarda bo'ladi. Bu eng kichkinalari, bundan kattalari ham bor. 40 ga 40, 50 ga 50, 60 ga 60 juda kattalari ham bor. Bemalol xabaringlar bor. Kecha kuni juda katta partiyada Xitoy davlatidan olib kelganmiz. Ko'rib turganinglardek. Xohlagan razmeringlar bor. Rangi ikki xil bo'ladi. Qora rangi hamda sariq rangi bo'ladi. Xohlasanglar qora rang, xohlasanglar sariq rangini bemalol o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, yoqqanini olib ketsanglar bo'ladi. Hamda kasetalarimiz ham bor. Ko'pchilik qachon keladi Xitoyniki deganlarga, akalar, mana Xitoy davlatidan keldi. O'zimizniki brend Bek Baraka. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. O'zimiz chotki narxlarga yetkazib beramiz. Juda katta partiyada kelgan akalar. Ko'rib turganlar kasetalarimiz ham hozir bittasini olib sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlar-dek mana. Xo'p, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sifati juda zo'r. Ko'rib turganlar-dek, hamda chuqur. Sizlar istayotgan, izlab yurgan narsa keldi. Ancha-munchaga narsa bo'lmaydi. Yig'lab olsangiz mana joy-joyiga qaytadi. Xo'p, hamda bunga ketadigan qo'shimcha to'rif mahsulotlari, kokos mahsulotlari, perlit, hamma mahsulotlar o'zimizda. Xo'p, bizani do'konga kelasizlar, inshaalloh hamma narsalarni bitta joyda bitirib ketsanglar bo'ladi. Mana hamma mahsulotimiz bor. To'rif mahsuloti hamda kokos, har xil sizlar istayotgan agrobot, kistik hammasidan topsanglar bo'ladi. Xo'p. Tiflisani nima mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib, o'zingizlar yoqqan narsa olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like, kommentariyada nima izoh bo'lsa qoldirib ketsanglar, qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz.